Azlar o'zimizni sindiramiz. Assalomu alaykum. O'zimizni sindiramizda biz. Kichkina bizneschilarga aytib o'tamiz Rossiyalarda nima qilish kerak, nima qilsa yaxshi bo'ladi deb. Hozir oldimizda shahardagi kvartiraning yonida kichkina bozorcha borda. Bir 50 ta 40 ta tadbirkor nima qilgan kichkina podvalda bozorcha bor xullas. O'sha yerda suxa frukt sotadigan tojikistonlik bir aka bor. Har doim shu 3-4 yildan beri shunda suxa frukt olaman, boshqa qilamiz. Shuning yonida joy bo'shab qolgan edi. Bozorcha hamma aralash narsa sotadi. Yonida отдельно pavilyon emasda hamma nima sotsa aralash sotadi. Bu yerda baliq, bu yerda suxa frukt, bu yerda zelen, bu yerda shunday. Suxa fruktning yoniga aytadi, suxa frukt ochildi-da. Ya aka konkurent bo'libdi o'sa, dedi bu o'zimizdan dedi. Ovush ochsa ham bo'ladi masalan. Ovush ochsa bo'ladi. Ovush yo'q, na ichkarida, kirishda. Bu yerda kirish. Ovush ochsa bo'ladi, boshqa narsa, vypichka, xullas nima boshqa narsa qilsa bo'ladi. Yo'q dedi. Mening savdom yaxshi, men oshnalar ekanda bunaqasiga. Men savdom yaxshiligini bilib dedi. Biladi-da dedi, aytganda biz o'zimiz aytamiz-ku, yaxshi bo'lyapti savdo, xudoga shukr, kuniga 20-30 ming aylanib turibdi desa, yonidagi pustoy bo'shagan joyga suxa frukt ochganda birga bir hammasi narsa bitta joyda olgandan keyin birga bir qanday ensa men rizqi karvon bir rizqi boshqa deydi-yu, baribir ham endi biz shunaqada apteka ochsa hamma apteka ochib ketadi. O'zimda qancha somsa bor ekan dedi, yoningda joy yo'qmi dedi. Nima qilasiz joylar bor, arendalar qimmatda desam, bir yoningda dedi o'zbek kuxnya ochsam-da dedi. O'zi ikkitamiz. Yonimizda ikkita o'zbek kuxnya. Aka, sen bunda o'ylamaysizmi? 3 ta keyin o'zbek kuxnya bo'ladimi desam, oching bir boshqa kuxnya oching desa, yo'q dedi, o'zbek kuxnya yaxshi bo'lyapti-ku dedi. Kulgiz keladi. Bitta bozorning yonida aytadi. Men dedi shu kuxnya ochganimda dedi, hech kim yo'q edi yonimda dedi. 50-60 ming pulga kirganimdan keyin patir-putir 2-3 ta o'zbek kuxnya ochgan. Ozarbayjon ham kelib o'zbek kuxnya ochgan, Arman ham kelib o'zbek kuxnya ochgan. Yana shurga o'zi shu o'zbeklarda ishlatyapti. Ajoyibmizda endi. Biz bu endi Ozarbayjondan armanlar qo'shildi yog'iga to'g'ri, lekin bu taraflarda ochadigan joyimizga bir xil qilib ochamiz-da. Ajoyib. Moskvada bir nimada trassada ko'rgan edim. 10 tami Ozarbayjon bir qator qilib shaurma ochib qo'ygan. 8 ta ili 10 ta. Shu MKTda ko'rgan edim. Hammasini xo'jayini Ozarbayjon. Ajoyib, a? Nega biz shunaqamiz, azizlar? Nega? O 50 metr, 100 metr nariyoqdan emas, biz yonidan ochishimiz keladi-da, shu yonidan urgimiz keladi. Abunyalar chiqib qopti. Saratov oblasida nimada avito.ru dan ko'rsalaringiz ish bormi deydiganlarga, novvoylarga hozir novvoychilik mumkin emaskin, amallasa bo'ladi. Arman, Ozarbayjonlar bo'lsa, xo'jayinlari xullas amallasa bo'ladi. Tunda yoptirilmoqsa 4 ming, 5 ming. O'yinga yozib qo'yibdi o'zbekskiy peker kerak deb. Avitoda ham ko'p. 4 ming, 5 ming. Ya'ni qopaga gaplashadi, boshqa qiladi-yu. Oddiy rabochilar hozir 4 mingdan oshgan. O'tgan yil 4 mingga, 4,5 mingmi bo'lgan? 4,5-5 ming bo'lgan kunduz kuni. Ishlayman degan nimaga Mardikor bozori bor-da, yubileyni degan joyda Mardikor bozor bor. O'zimizning Toshkentdagidaqa bolalar chiqib turadi, 20-30 ta yurgan, yozib bir-birini o'chirta oladi. Xullas, atak eng kami 2000. Eng kami 2000. Shaurma qilaman, qo'limdan keladi deganlar 4000 ishlasa bo'ladi. 3,5 ming. Endi noldan bo'ladiganlar endi 1,5 mingdan ishlasa bo'ladi. Biron bir kafelarda 1,5 mingga ishga kirsa, shaurmani 3 kun, 4 kunda o'rgansa, ishdan bo'shaydi-da. Men sizlarga xatirligini aytay. Keyin boshqa joyga men shaurmisman deb boradi. O'zimizning variantdan-da bu.
bir joyda ishlaysiz. 3 kun 4 kun o'rganganingizdan keyin shu joyda agar ko'tarilaman desangiz juda qiyin. 1 yil, 2 yilda oylik ko'taradi, bilasizlar. Boshqa joyga tayyor shourumachiman deb borasiz. Moskvada ko'pchilik shunaqa qilardi-da biz. O'zimiz ham Moskvada ishlaganmiz-ku. Bilaman deb ishlayverasiz. Azizlar, uyalmasdan, qo'rqmasdan, ya'ni negativchilardan bo'lsangiz, endi o'ylab ko'ring. Gunohlarim olishingiz mumkin. Boshqacha ma'noda, mana to'g'ri ma'noda savollaringiz bo'lib qolsa, tushunmayotgan narsalaringiz bo'lib qolsa, Rossiyadagi narsalarni yoki dokument ishlari boshqa, xullas, shularni yozsangiz, like bosib o'tirmang, qiynalib. O'shalarni yozsangiz, qo'limizdan kelgancha javob beramiz, azizlar.